6 oy oldin mana shu bemor bizga 19 mm grija bilan kelgan. Bo'yashlamadi. O'ng tarafi. Keyin tavsiya qilaman, operatsiya bo'lmaydi-ku. Hozir o'tirib turib bera olasizmi? Ha, beraman. O'tirib turib ko'rsataylik. Sal qoldi operatsiya qilishim. Mana bemorimiz 19 mm grija bilan bizga keluvdi. Ya'ni bularda qanaqa holat? 5 mm ga nerv ildizini qisganda yana qo'shimchasiga 19 mm pastda 2 cm oqib chiqqan. Bular ko'p joyda lecheni olganlar, Husan aka. Bizga kelgan holatlarni mana ko'rishingiz mumkin. Ikkita hassada kelganlar. Keyin birinchi kursdan keyin hassani tashladik. Mana ikkinchi kursdan keyin do'y posli MRT ni ko'rsatamiz sizlarga. Mana ikkinchi kursdan keyingi do'y posli MRT larini ko'rsatamiz, qaranglar. Bu kelgan holatlari mana oqib chiqqan katta grija, mana bu grija bo'ladi. Bu ustidan qaraganimizda, ya'ni nerv ildizini shuncha qisib qo'ygan. Bu esa bizda ikkita kursdan keyingi holat, yana oldinda bitta kurslari bor. Ikkita kursdan keyingi holat, mana ko'ryapsizlar, boya katta qisib qo'yganimiz, mana kichkinagina grija qolgan. Chunki hali yana bitta kursimiz bor bizani. Husan aka, mana o'zi qanaqa общий tushunchangiz, holatingiz, oldin qanaqa edingiz, hozir qanaqa, natijamiz qanaqa bo'ldi? Shunani bitta aytib bersangiz. Natija yaxshi bo'ldi, o'yashlamadi. O'ng tarafi yurolmayapti. 10 kundan keyin turdim oyoqqa. Yurolman, endi lishenadan keyin yaxshi bo'ldi. Bemalol yurib, harakatlanib, o'tirib turyapman. Bundan oldin siz operatsiyasiz davolanish mumkinligiga ishonarmidingiz? Yo'q, operatsiya sal qoldi, operatsiya qilishim. Borib qaytib keldim. Bu klinikani ishganligiga. Keyin butga kelib operatsiya atmayman bo'ldi. Mana o'zingiz ishondingizmi mana buni ko'rib? Kecha mana qog'ozlari chiqdi, bularning qog'ozlari, mana kelganlarida mana ko'rishinglar mumkin. Bemor mana ism, familiya hammasi bor. 5 mm gacha qisib 19 mm oqib chiqqan. Mana posle slimkalari mana xuddi o'sha segment, faqatgina 4 mm qolgan. Ishonaman-da kelishingizni ko'rib turibman. Ko'rdingiz. O'zingiz yurishingiz ham hozir veli haydab yuribsiz. Veli haydab yuribman, bemalol yuribman. Xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi. Demak, grijani operatsiyasiz davolasa bo'lar ekan, operatsiya oxirgi yechim emas, to'g'rimi? To'g'ri, qilsa bo'lar ekan. Men bilib qolganim bu yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa operatsiya qildirib yuborardim, dabdira bo'lardi yana. Xudo xolasa, operatsiyasiz yechim topdik. Bundan keyin o'zingizni qanaqa tutish kerak, qanaqa ehtiyot qilish kerak, hammasini ko'rsatdik. Hozir bular bilan bitta yana yurib ko'rsatamiz. Kelgan holatlarini ko'rsatamiz. Bitta yurib ko'rsataylik. Yurib ko'rsating. Hozir o'tirib turib bera olasizmi? Ha, beraman. O'tirib turib ko'rsataylik. Hozir og'riqlaringiz bormi? Yo'q, og'riqlar yo'q. Bularni yurishidan, o'tirib turishlaridan hech kim 6 oy oldin mana shu bemor bizga 19 mm grija bilan kelgan demaydi. Natijani o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Xursandmisiz? Xursandman. Boshqalarga tavsiya qilasizmi? Keyin tavsiya qilaman, operatsiya bo'lmaydi-ku. Menga kelishini olgan yaxshi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Yana bitta lishina qoldi. 3-kurslari qoldi faqat. Sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Agar Eldor Nevrodok klinikasida yelka bo'g'imini og'rig'i va harakat cheklanishi, tizza bo'g'im og'riqlarini, bo'yin grijasi, bel grijasini operatsiyasiz davolatmoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga telefon qilib, oldindan yozilishinglarni so'rab qolamiz. Chunki bizlar konsultatsiyaga oladigan bemorlarimiz soni ham, davolaydigan bemorlarimiz soni ham cheklangan. Sabab nega? Nega desangiz, biz mana xuddi Husan akaga o'xshab boshqa bemorlarni ham o'zimiz natijaga chiqqunicha kontrol qilamiz. Ya'ni bizga 200 ta odam kelsa 200 ta, 100 ta kelsa 100 ta, 50 ta kelsa 50 ta bir kunda qabul qilavermaymiz. Konsultatsiya oladigan sonimiz ham cheklangan, davolashga oladigan sonimiz ham cheklangan. Sabab xuddi shu. Bizda maqsad maksimal odam olish emas. Bizga maqsad olgan bemorimizni maksimal natijagacha olib chiqish. Shuning uchun agar sizda shikoyatlaringiz bo'lsa, og'riqlardan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, Eldor Nevrodok klinikasiga murojaat qiling.